Assalomu alaykum. Meni savolim shuki, hozirda ajrashish arafasidaman. Bir nafar farzandim bor, 6 yoshda. Qaynanam shanba, yakshanba kuni 8 dan 5 gacha bolani olib ketaman, bo'lmasa ustingdan majburiy ijroga shikoyat qilaman, dedi. Lekin farzandimni ko'rishga dadasi umuman kelmaydi. Hozirda bolani olish uchun meni sudga bermoqchi. Men qanchalar haqman? Men qanday yo'l tutishim kerak? Birinchidan, bolani, farzandni ko'rish yoki farzandni tarbiyasida ishtirok etish onada ham, otada ham bir xil huquqqa ega. Ona ham, bola ham, ona ham, ota ham farzandi uchun tarbiyasida ishtirok etish uchun bir xil huquqqa ega bo'ladi. Teng huquqlari. Kimnikidir ortiqcha, kimnikidir kam bo'lmaydi. Shuning uchun agar hali ajrashmagan bo'lsanglar, siz u farzandingizni ko'rsatmaslikka haqqingiz bor. Chiqarmaslikka haqqingiz bor. Endi otasi sudga berishi mumkin. Ya'ni bola bilan ko'rishishga sudga berishi mumkin. Uni buvisi ham sudga berishi mumkin ko'rish uchun. U uni huquqi. Savolingizda aytibdiki, ustingdan majburiy ijro byurosiga shikoyat qilaman. Majburiy ijro byurosi bunaqa shikoyatlarni ko'rib chiqishga vakolatli organ emas. U faqatgina sudni qarorlarini ijrosi bilan shug'ullanadi. Agar sud bolani ko'rish uchun hal qiluvchi qaror chiqarib bergan bo'lsa, u qonunni kuchga kirgandan keyin majburiy ijro byurosi, demak, majburan o'sha haftada bir marta palonchi soatdan palonchi soatgacha yoki bir oyda 2 marta palonchi soatdan palonchi soatgacha bolani buvisi bilan ketishiga yoki otasi bilan ketishiga hal qiluvchi qarori chiqarib belgilab berishi kerak. Bunda ko'p narsalar inobatga olinadi. Birinchidan, sudga murojaat qilish uchun homiylik va vasiylik organining xulosasi ham kerak bo'ladi. Qanchalik ularni sharoiti bor uyga olib ketishga bolani, qanchalik qarashga sharoiti bor, bolaga nojo'ya ta'sir qilmaydimi ularni sharoiti, bolani turli fikrlarni buzmaydimi, shu narsalarni psixolog ishtirokida o'rganib chiqib, savollar berib, homiylik va vasiylik organi xulosasini beradi. Shundan keyin uni xulosasiga qarab turib sud kunlarini belgilaydi. Demak, hozir siz agar hech qanaqa sudni qarori bo'lmasa, majburiy ijro byurosidan qo'rqmay, o'zidan o'zi kelib sizni bezovta qilmaydi. Sizni ko'rsatmaslikka haqqingiz bor. Yoki o'rtada kelishuv qilsanglar bo'ladi. Sudgacha murojaat qilmasdan kelishuv qilsanglar bo'ladi. Notarialniy kelishuv qilsanglar ham bo'ladi. Masalan, o'sha har haftaning shanba kuni mana shu soatdan bu soatgacha sizda, demak, bolasi, farzandingizni, demak, otasiga bersangiz bo'ladi. Endi o'zingizlarga bog'liq bu narsa. Ko'pincha kelishuv qilish juda qiyin bo'ladi, o'shaning uchun sud orqali hal bo'ladi. Qo'rqmang, sud sizdan bolani olib qo'ymaydi, 6 yosh ekan. Onada qoladi bu narsa. Lekin otasini va buvisini ham shunaqa huquqlari bor. Shuni aytib o'tmoqchiman. Sizni savolingizga qisqacha javobim shu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda, demak, ko'rishguncha.